Aziz hamyurtlar, ko'rib turganlaringiz Toshkent avtovokzali. Sizlardan mana shu davlat reysi avtobuslariga yetmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda like, podpiskani ayamanglar jigarlar. Biz uchun podдержка shu narsa. Toshkentdan Novosibirga, Balxashga, Karaganda, Qozog'istonning barcha shaharlariga, Astana, Almataga yetmoqchi bo'lsanglar, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bitta Rossiyaga emas, hamma shaharlarga reyslarimiz mavjud. Kimda kim shunaqa komfort avtobuslari, Qozog'istonga asosan spalniy salon avtobuslarimiz qo'yilgan. Ketmoqchi bo'lsanglar, bir kun avval telefon qilib, bron qilib qo'yishinglar so'rab qo'yamiz. Joylar tayin bo'ladi. Bilet bilan shunday kelib to'lov qilib ketishinglar mumkin. Aziz hamyurtlar, salonlar bilan bitta tanishtirib o'tiraman. Mana ko'rib turganlaringiz salon qismlarimiz. Hozirda juda zamonaviy bo'lib ketgan avtobuslar bilasizlar. Chayqalib boshqa bo'lib ketmaydi. Bemalol o'tirib maza qilib ketasizlar. Sidinamiz yotgan holatini ko'rsatsam, shuni yotasizlar, shuni qo'lni qo'yasizlar, bemalol ketaverasizlar. Zaryadingiz tugab qolsa, bitta pasingizga zaryadga tiqasiz bo'ldi. Zaryadingiz to'ldirib maza qilib ketishinglar mumkin. Bagajga keladigan bo'lsa, bagajni qo'lingizga siqqancha olishinglar mumkin. Aziz hamyurtlar, narxlarimiz o'zgargan. Tezroq telefon qilib ma'lumotni olinglar.